Vanda yoki Jean Grey kim kuchliroq? Yaqinda insider Jeff Snayderning xabar berishiga ko'ra, O'rgimchak odam yangi kun filmida Sadie Sink Jean Grey rolini ijro etadi. Demak, biz treylerda ko'rgan bu personaj aniq Jean Grey personaji bo'lib chiqyapti. Ancha vaqt battle video ham qilmay qo'ygan edim. Keling, bugun Vanda hamda Jean Grey personajlari o'rtasida battle'ni ko'rib chiqamiz. Video boshidan aytib o'taman, eng so'nggi kino yangiliklarni Kinomu Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Undan tashqari, chatda bemalol kino haqida suhbatlar uyushtirsak ham bo'ladi. Keling, sizlarni kutaman. Popkornlarni tayyorlab oling, videoni boshlaymiz. Personajlarni 7 ta yo'nalish bo'yicha taqqoslab chiqamiz. Shunda battle ancha haqqoniy bo'ladi deb o'ylayman. Yo'nalishlar esa quyidagilar. Birinchisi kuch, ikkinchisi qobiliyatlar, uchinchisi kurashgan raqiblari, to'rtinchisi jang tajribasi, beshinchisi chidamlilik, oltinchisi aqliy salohiyati va yettinchisi birga kurashgan jamoadoshlari. Birinchi yo'nalish kuch. Vanda to'liqligicha oddiy inson va keyinchalik mutantga aylangan. Undagi jismoniy kuch oddiy odamniki bilan bir xil. Katta kuch ko'rsatkichlari ko'rsatilmagan va u asosan o'z qobiliyati orqali jang qiladi. Jismoniy kuch bilan bir inson bilan kurashadigan bo'lsa, ayollarni yengishi mumkin, ammo erkaklarga, hatto o'zidan kichik yigitlarga ham jismonan kuchi yetmaydi. E'tibor bering, jismonan deyapman. Jean Grey esa to'liq mutant. U mutant sifatida dunyoga kelgan va ayni mutantlar orasida o'sib ulg'aygan. Jismoniy tayyorgarlik qisman bor, sababi u X-Men a'zolari orasida jismoniy kurash mashqlarini o'tagan, ammo bu ham uni jismonan juda katta kuchga ega degani emas. Ammo qo'l jangida Vanda hamda Jean Grey to'qnash kelsa, kichik ustunlikda Jean Grey qo'li yuqori ko'tarilishi aniq. Har holda unda nisbatan nazariy va yuzaki amaliy bo'lsa ham tushunchalar mavjud. Hozircha Jean Grey oldinda. Ikkinchi yo'nalish qobiliyatlari. Qobiliyat borasida ikkala personaj ham bir-biriga juda ham yaqin. Vanda telepatiya orqali insonlarni ongini boshqara oladi. Buyumlarni masofadan turib boshqaradi, hattoki Vanda Vision serialida butun boshli shaharni o'z kuchi yordamida yaratgan va undagi barcha insonlarni o'z ongi bilan boshqarganini ko'rganmiz. Undan tashqari, unda xaos sehri butun boshli reallikni o'zgartirishga ham yetadi. U istalgan odamni yo'q qilishi yoki o'z izniga olishi mumkin. Har qanday fizik va kimyoviy qoidalarni buzib o'tishi yoki o'zgartira oladi. O'z energiyasi yordamida katta portlashlarni yaratishi yoki portlashni ushlab qolishi mumkin. Hatto Qasoskorlar chekizlik jangi filmida chekizlik toshlardan biri bo'lgan aql toshini ham yo'q qila olgan. Jean Grey, unda ham deyarli shu qobiliyatlar mavjud, faqat Vanda xaos sehridan kuch olsa, Jean Grey Phoenixdan kuch oladi. Jean ham o'z navbatida reallikni o'zgartirishi, ongni o'qishi yoki insonlarni telepatiya orqali boshqarishi mumkin, ammo Jean Grey anchagina ruhiy tomondan kuchli. Undan tashqari, Phoenix kuchi ham unga barcha qobiliyatlarni sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. To'g'ri, Vanda ham katta kuchga ega va ong bilan bo'lgan janglarda hatto Professor X ni ham yenga olgan, ammo Jean Greyda bu holatni oldindan sezish qobiliyati ham mavjud. Jean Grey Vanda nima o'ylayotganini va nima qilishini oldindan bila oladi. Vanda esa bunday qila olmaydi. Vanda sayyora darajasidagi katta kuchga ega, ammo Jean Grey kosmik darajadagi kuchga ega va undagi energiya Vandani yo'q qila oladi. Shu tariqa hisob 2-0. Jean Grey yana oldinda. Uchinchi yo'nalish kurashgan raqiblari. Vandaning ilk raqibi Ultron bo'lgan. Hali Vanda katta kuchga ega emas edi va o'zi nimalarga qodir ekanligini bilmasdi, ammo Ultronning yuragini sug'urib ola oldi. Butun boshli robotlar qo'shiniga qarshi chiqdi. Undan tashqari, shu filmning o'zida Hulk, Thor, Kapitan Amerika kabi kuchli personajlarni ongiga kirib, ularni o'z izniga oldi. Aql toshi bor bo'lgan Visionni hech qanday qiyinchiliklarsiz yer ostiga tiqib yubora oldi. Bu hali hammasi emas. Chekizlik jangi filmida naqd 5 ta chekizlik toshi bo'lgan Thanosga o'zi bir qo'li bilan qarshi tura oldi. Final filmida Thanosni deyarli o'ldirish darajasigacha uni siqib qo'ya olgan edi. Thanos raketalarni ishga solmaganida Vanda uni o'ldirishi aniq edi. Doctor Strange 2 filmida esa kuchli mutantlar va sehrgarlarni bir o'zi yenga oldi. Vanda ancha-muncha ishni ko'rsatdi. Uning raqiblari top darajadagi raqiblar edi. Jean Greycha. Jean Grey Professor X ni bir zumda yengan. Professor X qay darajadagi personaj ekanligini ta'riflash shart emas. Undan tashqari, Magneto jamoasiga qarshi bir o'zi chiqdi va hammani yenga olgan. Faqatgina Rosamaha unga yaqin kela olgani sabab Jean Greyni yenga olgan.
Xo'sh, qaysi birining raqiblari kuchliroq? Agar Jinida qaysidir raqiblar esimdan chiqqan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu taqqoslash aniq ko'rsatib turibdiki, Vandaning raqiblari Jean Greyning raqiblariga qaraganda anchagina kuchli. Hisob esa 2-1. 4-bosqich jang tajribasi. Vanda qasoskorlar jamoasida ko'p martalab jang qilgan, katta masshtabli janglarda chiqqan, katta raqiblarga qarshi yolg'iz kurashgan va doimiy tajribasi oshib borgan. Jean Grey esa asosan jamoa bilan birga kurashadi va o'z jangovar tajribasini to'liq ko'rsatmaydi. Ammo Jean Grey X-Men a'zolari orasida doimiy jang mashqlarida chiqqan. Ammo bu Vandaning tajribasi oldida katta ko'rsatkich emas deb o'ylayman. Shu sabab bu bahsda ham Vanda qo'li yuqori ko'tariladi. Hisob esa 2-2. 5-bosqich. Chidamlilikda ko'p gapirishni keragi yo'q, sababi Vanda to'liq holatda oddiy inson va oddiy zarbalar ham uni jarohatlaydi va hatto o'ldirishi ham mumkin. Shu sabab u har gal himoyaviy jang qiladi. Jean Grey esa mutant bo'lganligi sabab undagi chidamlilik Vandaga nisbatan anchagina yuqori va oddiy zarbalarga nisbatan qarshilik qilishga majbur emas, sababi bu zarbalar uni jarohatlay olmaydi. Hisob esa 3-2. Aqliy salohiyat bo'yicha ham muhokama kuchli bo'lmaydi deb o'ylayman. Vanda aqliy jihatdan o'rtamiyona inson singari, balki undan ham kuchsizdir. Kara jadval yoki boshqa balolarni bilish ham bizga noma'lum. Hatto maktab borgani yoki yo'qligi bu ham bizga noma'lum. Jean Grey esa aqliy jihatdan oddiy insonga qaraganda aqlliroq. U shaxsan professor X tomonidan tarbiyalangan va o'qitilgan, hech bo'lmaganda shu maktabda o'qiganining o'zi ham Jean Greyda Vandaga nisbatan aqlli ekanligini ko'rsatadi. Hisob 4-2. Jamoadoshlar borasida ozgina ikkilanish bo'lishi mumkin, sababi biri qasoskorlar jamoasida bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi esa X-Men a'zosi bo'lgan. Lekin aqlan olib qarasak, qasoskorlar jamoasi undan tashqari finalda sehrliyarlar bilan bir jamoada bo'lganini hisobga olsak, Vandaning jamoadoshlari Jean Greyning jamoadoshlaridan kuchliroq deb o'ylayman. Shu sabab bu borada Vanda bemalol maqtana oladi. Hisobga kelsak 4-3. Baribir Jean Grey g'alaba qozondi. Batlni imkon qadar adolatli qilishga harakat qildim. Battle haqida fikringizni albatta kutaman. Undan tashqari siz Battle'ni qanday tuzgan bo'lar edingiz va keyingi Battle kim haqida bo'lishini ham albatta izohlarda yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.